Assalomu alaykum hurmatli podpischilar, sizlar bilan bugun ham avtomobil sizlarga mashina bozoridan Gentra Malibu 2 Cobalt mashinani ko'rsatib boraman. Agar siz kanalimizga yangilardan bo'lsangiz, pastda podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bossangiz, bizdan chiqayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rsangiz bo'ladi. Yuqorida Instagram, Telegram kanalimiz bor. Ularga ham kirsangiz har xil videoroliklar qo'yib boramiz. Sizga yaxshi kayfiyat tilagan holda biz videorolikimizni boshladik. Hurmatli podpischilar, sizlar uchun 2022-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt ABS tormozlari bor. Ular yaxshi holatda turibdi. Balonlar yumshoq balonlardan o'rnatilgan. Toza kraskasi qidirib yurgan akalarga, Cobaltchi akalarga jo'natib qo'yamiz. Lux poliklari bor, chol yo'q, motori bor. Orqa holati maramat. 41 mingga yurgan probegi, mashin benzinda. Orqa holati zapaska balon tushmagan. Aka, mashin qayerdaki aka? Mashin qayerdaki deb aytibdilar. Qancha so'rayapsiz aka? 10.800 so'rayapman, kam bor. 10.800. Bizning obunachilarga Sam avtobrenddan bo'lsa aka, necha pul qilib berasiz aka? Oxirida aytaver-ya. Oxirida ayting. 10.500 qilib beraman. 10.500 qilib beraman deb aytibdilar. Variant inkubatorga bormi? Naqd puliga. Faqat naqd deyaptilar. Telefon nomeringizni aytasiz? 77lik 77lik 045 045 59 58. 59 58 telefon qilib aloqaga chiqasiz. Hurmatli podpischilar, sizlar uchun qora Gentra 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Motor holatlari yaxshi, ABS tormozlarda, mashin benzinda, Amerikanka faralar o'rnatilgan. Balon holatlari maramat. 908 megapultlarda orqalari tonirovka qilingan. Salonchani ko'rsatib boraman. Polik bor, chol yo'q. Monitorlar o'rnatilgan. Orqa holati mashin ideal sostenida ekan, holatchasi yaxshi, tetikkina turibdi. Zapaska balon tushmagan. Optira faralar. $40 mingga yurgan Gentra. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 12.800 so'rayapman. 12.800 so'rayaptilar. Bo'lishi necha pul taqalgan aka? Bo'lishi 12.600. Bo'lishi 12.600 deb aytibdilar. Telefon nomeringizni aytasizmi? 94lik 94lik 283 283 50 00. 50 00. Variant inkubatorga bormi? Bor, hammasi. Hamma narsaga bor deb aytibdilar. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Hali bu 2022-yilda ishlab chiqarilgan Premier balon holatlari mana yaxshi holatda, o'zingizlarda. Salonchani ko'rsatib boraman. Salonchar yaxshi holatda turibdi, maramat. Juda ham yaxshi holatda haydagan ekan mashinalarni. 46 mingga yurgan probegi. Maramat, zapaska balon tushmagan. Mashin benzinda aka? Mashin benzinda. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 27.5. 27.5 bo'lishi taqalgan ish bu aka? 27.300. 27.300 ga qilib beraman deb aytibdilar. Telefon nomeringizni aytasizmi? 97 97lik 915 915 74 15. 74 15. Variant inkubatorga bormi? Naqdga. Faqat naqd dedilar. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Hurmatli podpischilar, sizlar uchun 2020-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt ABSlari bor. Motor hadovalari qanday aka? Motor hadovalari yaxshi deb aytibdilar. Tex pasportda 2020, kuzov 21 ekan. Maramat. Salon ishlari, Lux poliklari bor, chiqolari bor. Monitorlar o'rnatilgan. Orqa holati maramat. Mashin mexanikada. Tonirovkalari bor ekan. Orqa holati maramat. Zapaska balon yo'q, tabletkaga gaz, propan tabletkaga gaz turibdi. Aka, mashin qayerdagi aka? Urgut. Mashin Urgutdagi ekan. Probeg qancha aka? 145 ming. 145 mingga yurgan. Qayerlarda kraskasi bor? Kraska 30% bor. Kraskasi 30% bor deb aytibdi. Qancha so'rayapsiz? 7450. 7450 ga berib yuboraman deb aytibdilar akamiz. Telefon nomeringizni aytasizmi? Naqd pul bilan kelsa $50 yana o'tib beraman.
Telefon nomeringizni aytasiz. 93'lik 93lik 340 340 88 88 66. 66. Variant Vikub barterga bormi? Yo'q, faqat naqd pulga pul kerak. O'zimning nomimga Faqat- generalni ham beraman. Faqat naqd generalni ham beraman deb aytyaptilar. Tekshirib aloqaga chiqasizlar. Sog' salomat bo'ling. Hurmatli podpischilar uchun Gentra 2014-yilda ishlab chiqarilgan ABS tormozlarida, mashin benzinda balon holatlari mana yaxshi holatda o'zini disklarda turibdi. Orqalar tonirovkasi bor, salon ishlari lyuks, akvaprint qilingan, chihol yo'q, poligi bor, mashin avtomatda, audio sistema, orqa holati. Mana orqa holati. Zapaska balonni o'zlari joyida turibdi, o'zining zapaska balonlarida. Mashin qayerda aka? Mashin Toshkentniki. Mashin Toshkentniki. Probeg qancha aka? Probegi 209 ming. 209 mingdan yurgan probegi. Qancha so'rayapsiz? 8 ming deyapmiz aka. Undan kam yo'qmi aka? Arzonroq bo'lsin. Obunachilar uchun beramiz aka. Sam avto brendidan chiqsa agar arzonroq berasizmi? O'tib beramiz. Beraman deb aytyaptilar. Barandik baterga bormi? Bor. Bor deb aytyaptilar. Telefon nomeringizni aytasizmi? 50lik kodi. 50lik kodi 104 104 18 18 81. Orqa krilosi bilan eshigida kraskasi bor. Yana bemalol любой Ya'ni tekshirib, sonra olib kelib tekshirib olsalaringiz bo'ladi. Probeglarigacha aloq aka. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Hurmatli podpischilar uchun 21-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 2 Premier holatchasi yaxshi 4 ta yumshoq balon o'rnatilgan. O'zining disklarida turibdi. Vestikulchoy dostupda, slepoy zonasigacha bor ekan. Salon ishlari material holatda. Mana ko'ringlar. Polni nima kerak bo'lsa, Malibu 2 polni navor qilib chiqarilgan. Holatchasi yaxshi, zo'r holatda turibdi. Olasiz, faqat mazza qilib haydab yurasiz. Orqa holati maromat. Zapaska balonlar turibdi. Juda ham yaxshi holatda ekan, zo'r mashin. Aka, probeg qancha aka? 52 ming. 52 mingdan yurgan. 26700. 26700 taqalganicha aka? $100 o'tamiz. Biz o'tamiz deb aytyaptilar. Telefon nomeringizni aytasizmi? 97lik 915 74 15 telefon qilib aloqaga chiqing. Hurmatli podpischilar, sizlar uchun 2013-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt ABSlari bor. Delkor akkumulyatorlarida. Aka, motor hadovoylari qanday aka? Motor hadovoylari zo'r deb aytyaptilar. Qayerlarda kraskasi bor aka? Kraskasi kapotini ustida bor. Kapotini ustida bor ekan. 20% bor deb aytyaptilar. Balon holatlari, orqalari tonirovka, salon ishlari ko'rsatib boraman. Lyuks, evakor polilar, chiqollari bor, monitori bor. Orqa holati. Bagaj ochib olasizmi aka bitta? Probeg qancha aka? Probeg 4 kuruk yurgan, o'ziniki halol yurgan deb aytyaptilar. Orqa holati mana. Zapaska balon tushmagan. Aka, qancha so'rayapsiz? 6200 so'ramlar aka. 6200 so'rayaptilar. 6000 ga bo'ladimi bizning podpischilardan biz Sam avto brendidan? Bo'ladi deb aytyaptilar. Faqat naqdga bo'lsa bo'ladi debdilar. Variant Vikub barterga bormi? Variantimiz bor. Variantimiz bor deb aytyaptilar. Vikub yo'q debdilar. Telefon nomeringizni aytasizmi? 97lik 97lik 030 71 14 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Hurmatli podpischilar, sizlar uchun Gentra 2015-yilda ishlab chiqarilgan ABS tormozlarida turibdi. 4-pokoleniya propan gaz o'rnatilgan. Motor hadovoylari qanday aka? Motor hadovoylari zo'r deyaptilar. Amerikanka faralar o'rnatilgan. Savoski o'zining yaxshi holatda turibdi. Salon ishlarini ko'rsatib boraman. Maramat, lyuks, polgari evakor, Malibu barlari bor, audio sistema. Salon ishlari juda ham yaxshi holatda turibdi. Navrat qilib chiqarilgan Gentra. Hamma yeri shumka qilingan deb aytyaptilar. Bitta bagaj ochib olasizmi aka? Mashin qayerdaki aka? Mashin Mashin Samarqand shahridagi ekan. Xo'sh. Zapaska balon yo'q, men tabletga gaz turibdi. Zapaskasini ham beraman deb aytyaptilar. Optira farat turibdi. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 7900 deyapmiz aka. 7900 deb so'radilar. Sizlardan Siz Sam avto brendidan bo'lsangiz agar
Analizga biror narsa o'tib beraman deb aytadi, chiroyli narxda qilib beraman deb aytyaptilar. Qayerlarda kraskasi bor? Oldi kapotini uchida petnochasi bor, ikkita krilosda. Ikkita kilosda kraskasi bor, lekin ichiga o'tmagan deb aytyaptilar. Yana ustozingiz bilan kelsangiz, tekshirib, yana baraka qilib olsangiz bo'ladi. Telefon nomeringizni aytasizmi? 50lik kodi, 50lik kodi 104 104 1881. 1881 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Hurmatli podpischiklar, Malibu 2 2023-yilda ishlab chiqarilgan Premier olachasi yaxshi, 4 ta yumshoq balonlar o'rnatilgan. O'zining disklarida tonirovka ruxsatnomasi bor ekan, 6 oy. Salon ishlari marhamat, matli holatda turibdi. Juda ham yaxshi. Zo'r 16 mingina yurgan probegi. Hozir orqa holatini ko'rsatib boraman. Marhamat. Zapaska balon turibdi, joyida, tushmagan. Mashin benzinda. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 31 ming bo'lish deb aytyaptilar. Telefon nomeringizni aytasizmi? 90lik 101 0501. Variant inkubatorga bormi? Bor deb aytyaptilar. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Hurmatli podpischiklar, sizlar uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Aka, bitta kapot ochasizmi? Orada bilasizmi, bir yil sartaroshlik qildim, o'xshama. 2018-2019. Keyin borayapti. Bu ishlar. ABSlari bor. Motor xatovoylari qanday aka? Motor xatovolari chotki deb aytyaptilar. Metan gazi bor. Balon holatlari marhamat. 20% kraskasi bor. 20% kraskasi bor ekan. Orqalar tonirovkasi bor. Salon ishlari lyuks, poliklari bor, chuqurlari bor. Monitor yo'q, audio sistema. Orqa holati marhamat. Aka, qayerlarda kraskasi bor? Eshik pastida, kirlar tepasida bor ekan. Mana bu yerda kraskasi bor ekan. Aka, bagaj ochasiz aka? Orqa holati. Zapaska balon tushmagan. Holatchasi yaxshigina ekan. Aka, probegi qancha aka? 208 mingni yurgan ekan probegi. Qancha so'rayapsiz aka? 8600 so'rayapmiz. 8600 kelishadigan joyi bor deb aytyaptilar. Variant inkubatorga bormi? Kelishamiz. Kelishamiz deb aytyaptilar. Telefon nomeringizni aytasiz? 99lik 99lik 261 261 59 59 59. 59 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Hurmatli podpischiklar, sizlar uchun 2018-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt 4-pokoleniya propan tabletka gaz o'rnatilgan Delcor akkumulyatorlarda. Motor xatovolari qanday aka? Motor xatovoyi zo'r deb aytyaptilar. Qayerlarda kraskasi bor aka? Ikkita detalchasi qarish kraskasi bor deb aytyaptilar. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Orqalari tonirovka. Salon ishlari lyuks, poliklari bor. Monitorlar turibdi. Orqa holati. Faroglar qilib yasab chiqarilgan, chiroyli qilib. Aka, bitta orqasiga bagaj ochasizmi aka? Marhamat, orqasi tabletka gaz turibdi. Mashin qayerda aka? Mashin qayerda ekan? Probeg qancha aka? 166 mingdan yurgan probegi. Qancha so'rayapsiz? 7800 bo'lish taqalganicha aka. Bizning obidchilardan bo'lsa Sam Avto brenddan. Taqalgan joy 7300 ga berib yuboraman deb aytyaptilar. Telefon nomeringizni aytasiz? 88lik 663 87 90. Variant inkubatorga bormi? Kelishamiz dedilar. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar.
Hurmatli podpiskachilar uchun 2022 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt rushtotlari nikel va ablisovka qilingan. ABSlarda maraman. Motor hadovoylari qanday aka? Motor hadovoyi zo'r deb aytayaptilar. Tonirovkaga ruxsatnomasi bor ekan 11 oy. Balon holati maramat. Salon ishga qilgan o'z ko'rsatib boraman. Glansli stoykalarda turibdi. Poliki turibdi. Ayvokor poliklarda chihol yo'q. Audio sistema orqa holati maraman. 90 talik metan turibdi. Zapasga balon tushmagan. Mashina qayerdaki aka? Navoiy shahar. Mashina Navoiy shahardagi ekan. Aka, probeg qancha aka? 80 ming bo'ldi. 80 mingdan yurgan ekan. Qancha so'rayapsiz? 9800 kam bor. 9800 kam bor debdilar. Bo'lish taqalgan ish aka. Bo'lishi Bizning obunachilardan bo'lsa Sam avtobrendda. oxiri 9,5 aka. Oxiri 9,5 ekan. Kelsa yana bir o'tib beramiz. Xo'sh aka. Telefon nomeringizni aytasiz? Telefon nomer 95lik 95lik 787 0116. telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Variant batirga boring. Kelishamiz aka, telefon. Kelishamiz dedilar. Faqat narxga bir iloji bo'lsa dedilar. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Hurmatli podpiskachilar uchun 2023-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt ABSlari bor, Delcor akkumulyatorlarda. Motor hadovoylari qanday aka? Motor hadovoylari yaxshi deb aytibdilar. Qayerda kraskasi bor aka? O'ng tomonda kirildi. O'ng tomonida kraskasi bor ekan. Balon holatlari maramat. Orqasi tonirovka, salon ishlarni ko'rsataman. Mana lyuks, polik bor, chiqolari bor, monitorda mana orqa holati. 6 mingina yurgan probegi. Aka, tapasga balon tabletga gaz turibdi maramat. Aka, nech pul deyapsiz aka? 11 ming deyaptilar. Kurash taqalgan nech pul aka? 10800 ga berib yuboraman deb aytibdilar. Telefon nomeringizni aytasizmi? 88lik 897 97 00. Variant batarga bormi? Barter bor deb aytibdilar. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar.